Leksiyemizi davamlaştırımız hürmetli vatandaş bugün Çiğsağ 2019 yıl 9. ayının 5. günü haftiga Perşembe. Kompartiyaning kurash irodasiga varislik qilib, Xi Jinping safarbarlik buyrug'i e'lon qildi. Mavzuli xabar 9. ayning 4. kuni Dovit orbitida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Amerikaning Jungoga qo'yadigan tamoyili baja amaliylashdi. Balki Shanganda ko'tarilgan ko'cha siyosati barg'on siri kaskinlashayotgan bir paytda 9. ayning 3. kuni Jungo Kompartiyasining sekretari Xi Jinping bir qatimliq so'zlagan nutqida kurash iborasining amaliy ahamiyati va muhimligini ta'kidladi. Yosh kadrlarni tarbiyalash yig'inida Xi Jinping mundaq dedi. Kompartiya rahbari kadrlar kurash qilishga jur'at qilishi lozim. Kurash qilishga moyil jangchi bo'lishi lozim. Hamda harbiy qo'shin ichida alohida ishiltiladigan ibora chaqirgan aman kelish, kelgan aman jangga kirish, jangda cho'qim g'alaba qilishni Jungo amaldorlaridan talab qildi. Bu nutq nayto quyuq jiddiylik tuyg'usidan va kurash taqozzoligidan derak beradi. Bunda qaramoqqa ishki tashqi ig'ir vaziyat ostida Jungo amaldorlari qilingan urushdan burungi safarbarlik buyrug'i va safarbarlik yig'ini deb atashga bo'ladi. Kurash Xi Jinping davrining qayta takrorlaydigan bir iborasi bo'lib qoldi. Bu söz ibarını burunqulağı seliş doğanda Jungo'nun ishki tashqi vaziyatida yangi o'zgarish yuz bergan edi. Jungo Amerika so'z urushi söz iboralardan o'zgarib endi tahdid va amaliy harakatga aylangan. Amerikaning Jungo'ga bosh qo'yishi allaqachon amaliylashgan bir vaqt edi. İki taraf imzolaydigan kelishimdan tahi umid yo'q. Onun üstüge Şanganda ko'tarilgan o'tkazib berishga qarshi namoyishi allaqachon ko'cha siyosatiga aylandi. Jungo Tayvan munosabati jiddiylashgan edi. Prezident Trump bunda qayta ta'kidladi. Qo'shimcha xabar Jungo bilan o'tkaziladigan savdo suhbatida Huawei shirkati to'g'risi to'xtalmaymiz dedi. Buni diqqat qilinglar. Har qatimqi suhbatda Jungoliklar Huawei shirkati masalasini Amerikaning oldiga qo'yibdi. Amerika savdo suhbat vakillarining oldiga qo'yibdi. Masalan, buning boshlig'i Ming Jianzhou Kanadada qo'lga olindi. Hozir endi suhbat jarayonida Huawei shirkati har qatim elinyapti. Bu qatim endi prezidentim dedi. Biz Huawei şirketi meselesini savdo suhbatiga elib kirmaymiz dedi. Demak buni rad qildi degan gap. Mavzuli xabar 9. ayning 4. kuni Amerika ovozining Xitoy tel programmasi e'lon qilindi. Amerika Jungo 9. ayda suhbatlashib jiddiy savdo munosabatlarini hal qilmoqchi bo'lgan edi. Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Amerika hozir Huawei shirkati to'g'risida suhbatlashishni o'ylashmaydi. Prezident haftaning 3. kuni Oqsaroyda muxbirlarga mundaq ko'rsatdi. Bu davlat bexatarligi masalasi. Bu davlat bexatarligi masalasi. Huawei shirkatidan bizning armiyamiz va bizning axborot organlarimiz bak ansirayapti. Biz Huawei shirkati bilan savdo qilmaymiz. Qisqa muddat ichida Huawei shirkati bilan bo'lgan barliq munosabatlarni to'xtatamiz. Biz Jungo'da nima o'zgarish bo'ladi? Shunga qarab turyapmiz. Lekin Huawei shirkati biz muhokama qiladigan omil emas. Biz hozir muhokama qiladigan hodisami emas. Prezident Trumpning yuqoridagi ifodalaridan qaraganda Huawei shirkati to'g'risidagi maydonda o'zgarish bo'ldimi qanday? Texmo bu taraf bizga aniq emas. Prezident Trump Jungo'ning raisi Xi Jinping bilan Osakada uchrashganda Huawei shirkatiga qaratgan cheklashlarni bir oz bo'shtirganligini aytgan edi va buning javoban Xi Jinping
Jungo'nun ve Amerika'nın yezilik mahsulotlarını setip almakçı bolgan idi.